Dilmus eng ko'p filiallarga ega bo'lgan ayollar kiyim do'koni bu yil bahorda qanday kiyimlar urfda bo'lishini sizga ko'rsatib o'tadi. Keling, sizlar bilan bugun bahorgi trend ranglidan boshlasak. Bu yilgi bahorgi trend ranglarning asosiylari bu pushti, ochiq havo rang, qaymoq rang va oq hisoblanadi. Bu rangdagi kiyimlardan assortiment do'konimizda juda ham katta. Bu yil urfga gipyur qaytib kelgan, shuncha sizlarga gipyur va kofta hamda yubkadan luk qilib qo'yganman qizlar. Albatta aksessuarlarni ham esimizdan chiqarmagan holda ko'rib turganingizdek, bu lukimizda do'konimizda juda ham katta assortimentda va barcha filiallarimizda mavjud. Va hozirgi lukim ham aynan sizlar uchun trendiy bo'lgan korsetni kofta hamda o'sha hamma sevadigan garoshkali yubkadan iborat. Bitta qilib aytganda, barcha turdagi korsetli kiyimlar yana urfga qaytdi. Garoshkali kiyimlar bu yil bahorga yana kirib keldi. Garoshkali yubkalar, chiroyli fasondagi ko'ylaklarni aynan bizning filiallarimizdan topishingiz mumkin. Va shuningdek yana bu yilga retro stil qaytib kelgan dvoykalar, yubkalar, shimlarimizni misol uchun o'zim kiyib olgan shu kletochniy yubochniy dvoykamiz qizlar. Bundan rasvetkalari, ranglari bor. Albatta va bu tarafga o'tsanglar, mana ko'rsatib o'taman, одиночка yubkalarimizdan ham kelgan. Xohlaganinglarni tanlab olsanglar bo'ladi. Misol uchun kuz, bahor, qish fasliga juda ham katta assortimentda do'konimizda ayni trendiy bo'lgan retro stildagi kletochniy yubkalarimizni ko'plab modellarda xarid qilasiz. Fasonlari juda ham ko'p, tanlashga imkoniyat katta. Nafaqat kletochniy yubkalar, balkim koftalar ham bu yil trendda. Bilasizlar, retro stildagi barcha turdagi ko'plab modelda bo'lgan rubashkalarimizni, koftalarimizni aynan bizning hamma filiallarimizdan ham topsanglar bo'ladi. Do'konimizga kelib qiynalmasligingiz uchun sizlarga hozir trend voykalarimizni ham 3 xil variantidan ko'rsatib beraman. Ayni o'zim kiyib olgan egnimdagi model qizlar, xohlasanglar buni perchatkalari bo'ladi, ya'ni o'rangan opa-singillarimiz ham bemalol kiyishadi. Xohlasanglar ko'rsatib o'taman, o'rangan opa-singillarimizdagi yubochni uzunroq ko'ylak variantlaridan ham bor. Ko'rib turganingizdek qizlar, bularni bemalol yoshlar ham, yosh kattalar ham kiysa bo'ladi. Hozirgi kunlarda ko'pchilik qizlarimizni Merimi tug'ilgan kun fotosessiyalariga aynan shu dvoykani qidirib kelishadi. Bu dvoykamiz ham trendda atlasiy bo'ladi va qo'l qismlari chiroyli dekor, ya'ni patlar bilan ishlangan. Buni albatta rastvetkalari bor. Do'konlarimizga kelsanglar, sizlarga konsultantlarimiz rang tanlashda yordam berishadi. Va korsetli kiyimlarimiz haqida ham aytib ketmasam bo'lmasdi qizlar. Bilasizlar, bu yil naqshli kiyimlar, qo'l ishlari doimiy urfda. Do'konimizda esa sizlar uchun shunaqa Dilmus collectiondan bo'lgan korsetlarimiz kelgan. Bularni ham qora hamda mana shu bardov rangdan ham topsanglar bo'ladi. Aynan hozirgi bahor fasliga mos bo'lgan trendiy obrazda. O'zimizning o'zbekchilik, ya'ni milliy kiyimlar hech qachon urfdan qolmaydi. Kelsanglar, sizlarga zo'r variantdagi kiyimlarni aynan milliy variantlarini qizlarimizga ko'rsatib berishadi. Tanlab katta assortiment olib ketsanglar bo'ladi. Bu yil vostochniy kiyimlar yana urfga qaytib keldi, ya'ni Aladdin shimi-dirmada qizlar. Teg qismlarini ko'rsatib o'taman. Misol uchun polo klassika shimimiz, tegiga e'tibor beringlar, rezinkali bo'lgan fasonda. Aynan shunaqa fasondagi dvoykalar shimlar hozir trendda. Buni polo klassika hamda klassika variantlaridan bor. Hamma so'raydigan sportsion variantlardan olib kelib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin, rastvetkalarimiz ko'p. Men misol uchun dvoykasidan kiyib olganman. Do'konga kelib sizlar bemalol bu shimlarimizga moslab futbolkalarni, koftalarni luk qilib olsanglar bo'ladi. Va albatta bosh kiyimlar ham do'konimizda katta assortimentda. Bilasizlar, shlapalar hech qachon urfdan qolmaydi. Har bitta luklarga moslab shlapalarimizni ham obrazga xarid qilib ketaverasizlar. Ko'pchilik qizlarimiz sumka tanlashda ham qiynalishadi. Xoslarga zo'r layfhak o'rgataman, ya'ni klassika, polo klassika kiyimlar bo'ladigan bo'lsa, ko'proq sizga kattaroq hajmdagi sumkalar to'g'ri keladi. Har kunga kiyishga koftalar bilan jinsi shimlar bo'ladigan bo'lsa, sizga kichkinaroq hajmdagi, ya'ni mini sumkalarimiz ko'proq to'g'ri keladi. Vostochniy stil trend bo'lgani sababli nafaqat kiyimlar, unga qo'shib aksessuarlarni ham esimizdan chiqarmasligimiz kerak, hattoki soch turmaklarigacha. Misol uchun qizlar, o'zim kiyib olgan katta hajmdagi zire, buni dumaloq shakldagisini katta variantini olsanglar ham ayni kiyimlarimizga muddao bo'ladi. Undan tashqari uzuv, qo'l brasletlarga ham e'tiborli bo'laylik. Men shu dvoykaga aynan shu obrazdagi aksessuarlarni tanladim. Sizchi, siz ham do'konimizga kelib, o'zingiz xohlagan obrazni yaratishingiz mumkin. Baskali kiyimlar ham bu yil trenddan qolmadi. Misol uchun bu baskamiz aynan shu dvoykamizdaniki, bu klassika obrazda. Xohlasanglar boshqa turdagi baskalarimiz ham bor. Ularni bemalol yubkalar bilan, shimlar bilan hamda ko'ylaklar bilan luk qilishingiz mumkin. Esimizdan chiqarmaymiz, albatta ranglarini to'g'ri hisoblagan holda.
Har bitta qizimizning garderobida albatta bir xil tonda bo'lgan yangi однотонный sumkalarimiz ko'proq bo'lishi kerak. Chunki hamma kiyimdan tushib ketadigan rangdagi sumkalar aynan shular. Молочный, oq, qora ranglarda. Bahorda baribir ko'proq och rangdagi kiyimlarni kiyamiz. Shuning uchun sizlarga hozir baland poshnali bazalarni tushuntirib o'taman. Qaymoq rang va oq rangdagi baland poshli kabluklarni olsanglar, barcha obrazlaringizga deyarli to'g'ri kelaveradi. Ko'pchilik qizlarimiz sevadigan o'sha lorolar doimgidek ba'zida buni bilasizlar, klassika, polo-klassika obrazlar bilan bemalol kiysanglar bo'ladi. Har kunga ham to'g'ri keladi. Va albatta ba'zi eng kerak bo'ladigan aynan shu oyoq kiyimlarimizni ham bejevый, молочный, jigarrang, oq ranglarni olib qo'ysanglar, hamma kiyimlarga ba'zi bo'lib ketaveradi. O'ylaymanki, bu videomiz siz uchun foydali bo'ldi. Videoda ko'rsatib o'tilgan barcha kiyimlar Dilmusa hamma filiallarida mavjud. Boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga ham obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang.